Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari. Yana men Timur Arshbuloq bozoridan video olish davom etmoqdaman. Bugun sizlarga 7 motobloklarimizni benzinli, solarkali turlarini ko'rsataman, har xil turlaridan. Faqat sizlardan talab qilinadigan narsa like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar azizlar. Mana azizlar, Texa motoblogimiz 7 kuchli motoblogimiz yetib keldi. Juda original tovarligi, shunday zavodligi ham bilinib turadi mana. Paklariga ham o'yib yozilgan. Nimasiga ham, bloklariga ham. Balonlari 4 ga 10 balon. Reduktorlarini ko'rsanglar, ancha baquvvat qolganlariga qaraganda. Aziz do'stlar, kimga qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Naqd va kredit asosida chiqazib beramiz. Undan tashqari bu yoqda Fora motoblogimiz. Bu Texani bir narsani aytish esimdan chiqibdi azizlar. 4 talik freza qator chiqadi. Har bittasi отдельно bo'ladi azizlar. Bu Fora motoblogimiz. Bu Grenix Premiumli motoblogimiz hisoblanadi. Bu klassik 7 kuchli starter akkumulyatorli. Bu Everest. Vaqtida legendarniy motoblog hisoblangan. Bu esa eski motoblogimiz. Farali varianti. Bu Fora'ning farali varianti azizlar. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bizda dori apparatlarimiz bor, karcherli, ballonli, ballonsiz variantlari bor azizlar. Urug' ekadiganlarimiz, no'xat, jo'xori, loviya, mosh, har xil turdagi dukkakli mahsulotlarni ekadi. Bu solarkali Fora motoblogimiz. Bu Fora solarka kapotligi. Bu Agro 2 motoblogimiz, solarkali varianti. Farasi ham bor mana. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, bu Tesla motoblogimiz. 7 ga 9 varianti. Bu Grenix reduktorli variant. Boya sizlarga Premiumli variantini ko'rsatgandim aziz do'stlar. Bu yilning legenda motoblogi. Aren 900 model 7 kuchli motoblog, farali varianti. Azizlar, bu yerda kattalari ham mavjud. Mana ko'rishingiz mumkin. Aren 1350 17 kuchli. Bu ham 17 tali benzinlilar. Bu 9 tali. Bu 7 ga 9 variantimiz. Bu ham 7 ga 9. Buni afzalligi 3 ta skorost oldiga, bitta orqaga. Azizlar, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yana 9 tali motoblogimiz, benzinli varianti. Vema 9 benzinli universalniy korobka, пониженный повышенныйsi bor. Bu solarkali 16 kuchli universal korobka, Vema mahsuloti. Bu Aren solarkali 17 kuchli motoblog, 13 kuchli. Bu Rolf motoblogi. Azizlar, kimga qancha kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Faqat like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Do'stlarga ham ulashib, kommentariya yozib qo'yishingizni so'raymiz. Oldindan rahmat azizlar.